Aziz do'stlar, bugun sizlarga Tojikistonda bir yigitni shu qimor olamida o'zini boshidan o'tgan kechinmalarini kommentariyada fikr etib qoldiribdi. Bu yigit 2,5 ming dollar yutqizib, shu 2 oy o'ynamay yurib, keyin 2 oydan keyin shu ham xayollar, boshimizdagi miyadagi illyuziyalar esga tushib, triggerlar yodga tushib 600 dollar mikrokredit oladi. 600 dollar mikrokredit olib o'zini bukmekerlik kontoradagi akkaunti hisobiga to'ldiradi, o'ynashni boshlaydi, 3,5 ming dollar qilib yutib oladi. Bu yutilgan pulni hisobdan yechmaydi. Shu ludomanlardagi bor kasallik, ko'paytiraman deb, yana bitta o'ynayman deb 1000 dollardan o'ynashni boshlaydi va bor pulini yutkizib qo'yadi. Keyin yutkizgandan keyin shu igro kasallar nima qiladi? Pul izlashni boshlaydi. Ertasi kuni o'rtog'idan 1,5 ming dollar oladi. 1,5 ming dollar olib turib, yana o'ynashni boshlaydi. Uni ham 10 minut ichida yutkazadi. Keyin oradan 3-4 kun o'tgandan keyin 2100 dollar pul topib oladi-da, qarz oladi va yana o'ynashni boshlaydi. Shu o'ynagandan keyin uni ham yutkazib yuboradi. Yutkazgandan keyin insonda nima boshlanadi? Stress, uyqusizlik, halovat yo'qoladi. İzlanishlarni boshlaydi. Shu YouTube'dan, qimordan chiqish yo'llarini qidirishni boshlaydi. Shu meni videolarimni ko'rib qoladi va kommentariyada o'z fikrini yozib qoldiradi. Kommentariyada yozib turgan fikri, shu kommentariyani ko'ruvchilar qimorga girish oson dedi. Bundan chiqish juda ham qiyin dedi. Vaqtida xulosa qiling. To'g'ri qaror qabul qiling. Bu hozir qiziqish, men o'zim boshqarib bilaman degan umidda boshlanadi, to'g'ri? Keyin yutkizib qo'ygandan keyin insonda shu yutkizilganlarni qaytarib olaman deb yana qarzdorlik botqoqina kiradi. Men bu chiqishlarimdan maqsadim bir insonni bir qutqarib qolish. Shu xulosa sifatida aytaman, hozir to'g'ri qaror qabul qiling. O'ynab yuribmisiz? O'yindan chiqsa bo'ladi. Siz yolg'iz emassiz. Faqat miyani, ham xayollarni, illyuziyadagi o'ynab bo'lgan ishtiyoqlarni yo'qoting. To'g'ri qaror qabul qiling. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Hozir o'yinda nima sababdan yuribsiz? Nima ushlab turibdi? Va yana nima sababdan qayta o'ynab yuribsiz? Vaqtida to'xtating, xulosa chiqaring. Ko'rishguncha.